Super kelinchak kursi doirasidagi intervyuning navbatdagi mehmoni aktyor Shahzod Sultonov. Shahzod Sultonov qachon uylanadi? Erkak qanday ayolni sevadi degan savolga u nima deb javob beradi? Bo'lajak rafiqasi uchun to'ydan oldin shart qo'yadimi? Bu savollar javobi bugungi intervyuda bor. Bolalikdagi Shahzod Sultonov juda quvnoq bo'lgan, har doim, har kunim kulgu bilan, xursandchilik bilan o'tgan, juda ham. Maktabda o'qituvchilarim sinfdan chiqarib yuborardi ham ko'p kulganimdan. Darsni buzib qo'yardim-da kulaverib. Men o'sha davrimni sog'inaman. Masalan, qaysi ma'noda? Arzimaga, menga nimadir bo'lish shart emas edi. Xursand bo'lib, kulib yurishim uchun. Hech qanaqa sabab bo'lish shart emas edi. Men har daqiqa, har soniya xandon otib, qotib kuladigan bola bo'lganman. Hozir shunaqa bo'lgim keladi. Juda ham harakati qolmay shunaqa bo'lishga. Adam sababchi bo'lganlar. Adam juda qattiq urishib tashaganlar-da. Shunaqa yashashda davom etganman. 5-sinfgachami, 6-sinfgachami. Keyin shunaqa davr kelganki, umuman kulmaganman. Yillar o'tadi, oylar o'tadi, kulgi yo'q menda, hech qanaqa. Adam o'zlari aytganlar, sal kulib yashagin deb. Lekin o'sha kulmay qo'yishimga adamni o'sha urishlari, menga tanbehlari sal jiddiyroq bo'lgan degan tarbiyalari sabab bo'lgan shu narsaga. Endi kattalar baribir bizdan ko'p narsa ko'rgan, ko'p narsa bilishadi, lekin kattalar ham adashadi. Bu aniq. Ota-onam topgan qiz bo'lsa ham borib, ko'rishib, qizni qanaqaligini bilib, keyin bitta qaror kelishi mumkin. Lekin hech qachon mana bunaqa narsa bo'lmagan bizning uyda. Bizani desang yoki meni rozi bo'lsin desang, shu qizga uylanasan degan narsa yo'q. Menimcha bo'lmasa ham kerak. Meni ota-onam har doim, mana adam ham ko'p aytadilar. Odam yashab ketishi uchun yaxshi ko'rish kerak o'sha insonini. Yaxshi ko'rmasa foydasi yo'q deb aytadilar adam ham. Onam ham shunaqa deydilar. Ota-onam topsin mayli. Men o'zim ham qidiraman. Uchrashuvga chiqamiz, ko'rib, bilib, o'rganib, keyin bitta qaror qilamiz-da. Lekin men topdim, u topdi, unaqa yo'q bizda. Menimcha shunaqa bo'laman. Chunki men necha yosh edim? 4 yoshmidim, 5 yoshmidim? Adam Muay Thai sport turiga shunda berorganlar-da men. Keyin o'sha 5 yoshimda aniq esla olayman, kechigida esimda. Birinchi sparing tushgan kunim ham esimda. Ko'chada urush, mana tasavvur qiling, 5 yosh, 6 yosh bolaman, ko'chada urushaman. Ko'chada ham zalda urushaman, ham ko'chada urushaman. So'ch adamni o'zi bilan birga katta bo'lgan o'rtoqlari bor, ularning bolalari bo'lardi-da. Bolang qanaqa trenovka qilyapti? Yaxshi, sanikichi, davay qo'yib beramiz. Ketdi shunaqa. Unaqa urgan, tepgan, qaytish yo'q. Og'riq bormi, yig'i-sig'i bormi, boshqa bormi? Qaytish yo'q. Lekin shu yaxshi bo'lgan. Albatta erkak kishi o'ziga o'zi turib bera olishi kerak. Chunki vatanni ham mardlar qo'riqlaydi. Avvalo oilasini, o'zini himoya qilish kerak, vatanini himoya qila olish kerak. Erkak kishi so'kish eshitib qolsa ham yoki baland ovoz eshitib qolsa ham, bir xil shunaqa bolalar bor, yig'ilib yoradi. Erkak kishi unaqa bo'lish kerak emas. Yoki bo'lmasa bitta shapaloq yesa qo'rqib ketadi, yig'ilib yoradi. Yoki bitta mushtum yesa qo'rqib ketadi, oyoq qo'li ishlamay qoladi. Erkak kishi unaqa bo'lish kerak emas-da. Chunki hayotda o'zi qanaqa zarba kelishligini bilmaysiz. Tayyor turishingiz kerak. Mabodo o'sha zarbani o'tkazib yorsangiz ham turib yana yurib ketish kerak-da. Sport shu narsaga o'rgatadi erkak kishini. Men juda adamni qilgan o'sha menga tarbiya bo'yicha qilgan strategiyalarni hurmat qilaman va o'ylayman o'g'limga o'sha strategiyani qo'llayman agar Alloh farzand bersa. Zo'r tarbiya deb o'ylayman. Vaziyatlarda shuni o'zini oqiladi-da shu narsalar. Har xil vaziyat bo'ldi, boshqa bo'ldi. Mana shu kungacha hech kimni chaqirib, boshqa endi
o'zi unaqa bola emasman, ko'chada yoqalashib boshqa qiladi. Endi baribir erkak kishining hayoti har xil vaziyat bo'ladi. Mana shu kungacha meni tanigan bilganlar biladi. Har doim o'rtoqlarim bo'lsa ham yoki aka ukam bo'lsa ham bir o'zim borib nima muammo bo'lsa, kuchda bo'lsa kuchda, so'z bilan bo'lsa so'zda hal qilib shu paytgacha yashab kelaman va bundan keyin ham menimcha shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yoqalashib ketmaganman-u, bir xilgi singillarimizni xafa qilishganda borishim ham shart bo'lmagan, telefon qilib mana shunaqa bolaman men. Sen aka taniyman degan. Mana shu bizning singlimiz bo'ladi, xafa qilib qo'yibsan. Desam, kechirim so'rayman degan. Shu telefonning o'zida kimnidir xafa qilishgan bo'lsa, kechirim so'rashgan, endi to'g'ri tushuntirganmiz. Lekin urushib unaqa narsa bo'lmagan, mushlashmaganman. Maktabda bo'ladi hammada unaqa narsa. Maktabda bo'lgan. Endi u muhabbat emas ekanda, u yosh bolacha, nima deydi, bolalarcha simpatiya deymizmi, bilmayman. Yoshligingizda kimdir yoqqan bo'lsa, katta bo'lganingizdan keyin nimaga yoqqan shu narsa deb o'ylaysiz-da? Odam borgan sari o'zgarib, inson o'zgaruvchan, o'zgarib borar ekan. Dunyo qarashi ham, o'sha didi ham o'zgarib borar ekan. Men hayotda tan oladigan odamlar sirasiga kirsam kerak deb o'ylayman. Chunki misolchi qaysidir aybimni hozir menga aytsangiz, da to'g'ri shunaqaman deb aytib qo'yishim mumkin. U vaziyatdan chiqish uchun ming xil bahona yoki kim bilandir agar u rost bo'lsa-da, tan olib shundan da to'g'ri deyman. Tan oladigan odamlar sirasiga kiraman. Bitta qiz chiroyli bo'lsa, ha, chiroyli qiz ekan deb aytaman. O'zi ayol kishining xunigi bo'lmaydi-da. Har birini o'ziga yarasha go'zalligi bor, xarakterida, fe'l-atvorida nozikligi bor. Kimdir nimasi bilandir bir-biridan ustun bo'lib ketib qolyapti-da. Shunaqa. Kimdir juda chiroyli gapiradi, kimdir juda shirin ovqat qiladi. Qaysidir qizda hammasi bor-da, lekin muomalasi yo'q. Shu ani bizda ham shunaqa, har bitta inson ideal bo'lmaydi-yu, demoqchiman-da. Lekin chiroyli bo'lsa aytaman, chiroyli qiz ekansiz deb aytaman. To'g'risini aytsam, munosabatlarga keladigan bo'lsak, boshidan kelib sizga tushuntirib berishim mumkin. Menda asosan aniq esla olayman, hayotimda ish bo'lgan, sport bo'lgan, o'qish bo'lgan. Garchi ota-onam har tomonlama meni ta'minlashsa-da, lekin adam meni shunaqa tarbiya qilganki, o'zim ishlashim kerak, shuni uqtirishgan va esla olayman-da, shu 16 yoshimda, undan kichkinaligimdan ishlaganman. Shu 16 yoshimda o'zim yo'limni sekin topib, shu yaxshi daromad qilib ishlab ketganman. Meni fe'l-atvorim shunaqa edi, mana ishxonamdagilar balki aylanib siz bilan uchrashib qolsa, balki so'rasangiz aytar. Har kuni borganda bitta ish bitirishim kerak. Har kuni bitta stabilniy mablag' olib ketishim kerak. Shunga harakat qilib yashaganman-da. Pul yig'ib, nimagadir olishim kerak, nimadir qilishim kerak. Mana shunaqa yashaganman. Unaqa qizlarga eslolmayman men kim bilandir, nimadir. Mana hozir ham juda ko'p hamma bilan yaxshi munosabatdaman. Qanaqa, misol uchun, bankda ishlaydigan ayol tanishim bor. Mol olib kelib sotadigan tanishim bor, bozorchi, magazinchi, hamkasblarim bor. Men ularga qanaqadir, masalan, bank sohasida nimadir so'ramoqchi bo'lsam, so'rayman. Ular mendan nimadir so'ramoqchi, so'rayman. Yaxshi munosabatdamiz. Bir marta ham chiqmaganman. Uylanish uchun mana boshqa intervyularda ham aytdim shuni. Bir marta ham uchrashuvga chiqmaganman. Ayol kishini albatta go'zalligiga qarayman. Meni dadamga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi, shu chiroyliligiga qarayman baribir. Uni kimdir balki bekitar. Men chiroylilik shart emas, lekin men borni aytaman, chiroyligiga qarayman. Dunyo qarashi aniq, unga qarayman. Fe'l-atvoriga qarayman. Shu, masalan, men aytaman, ayol kishi qanaqa bo'lishi kerak? Gapini o'ylab gapirsin. Savol berayotganda ma'noli savol bersin, bo'lar bo'lmas savol bermasin.
ayollik chegarasidan hech qachon chiqish kerak emasda. Balki u ayol kishiga yoqmas. Masalan, erkak kishini ham qiladigan vazifasi bor, to'g'rimi? Tasavvur qiling, oila qurildi. Erkak kishi uyda o'tiribdi. Puli yo'q, boshqa yo'q, hech narsa yo'q. O'tiribdi. Sochi vazifa bajarilmayapti-da. Endi qarang, ayol kishi katta bo'lgan shu yoshigacha-da, hech narsani bilmaydi. Mana misol uchun men ko'p tanishlarim biladi, uyda uyim ishini ham o'zim qilaman, ko'chadagi ishimni ham o'zim qilaman-da. Sport kiyimlarimni ham kir mashinaga o'zim solaman. Qattiq chang kir bo'lsa, qo'limga anaqa qilib, uylarimni tozalab o'zim ikkala ishni ham qilaman. Endi tasavvur qiling, uylanganimdan keyin ham yana shunaqa yashasam, uylanganimdan nima ma'no? Men ayol kishini qul bo'lish kerak, xizmatkor bo'lish kerak deb aytmoqchi emasman. Lekin shu ishlarni ayol kishi baribir qilib qo'yish kerak-da. Bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas o'zi. Hamma erkak kishiga hech boshqa narsa kerak emas. Chiroqqa, chiroyli muomala, tozalik bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Bema'ni, mana masalan, telefon bo'ldi. Qayerdasiz deyilyapti. Ishdaman. Qaysi ishxonada? Misol uchun, o'zingiz ishxonangizda bo'lasiz, to'g'rimi? U mantiq, ma'nosizda. Misol uchun, o'rtasini ushlash kerak-da ular. Misol uchun, ko'p telefon ham qilish kerak emas, kam ham. O'rta o'ylab qilish kerak. Har bitta telefon qilayotganda boya qildim, aytdilar qattaliklarini. Hozir voqliroq emasmi? Sal keyinroq qilaman. Ora-orada me'yor bilan-da. Ha deb qo'rsa, menimcha hech qaysi erkak kishiga yoqmaydi. Keyin erkak kishi ham o'zining vazifasini bilishi kerak. Qisqa qilib aytganda, ayol kishi ham o'zining vazifasini bilishi shart. Hamkasblardan olaylik. Kelaman, majburman, motor deganda rol o'ynaymiz. Stop bo'lganda shuna teskari o'girilib ketaman. So'rashmayman ham. Shunaqa bo'lgan. Hozir ayni vaqtda syomkaga ham bormayman. Agar o'sha odam bo'lsa, o'sha qiz partnyor bilan ishlamayman. O'zim ham shunaqa odammanki, shaxsiy bo'layotgan narsani intervyularda gapirishni yoqtirmayman. Keyin har doim o'zim haqimda gapirishni yaxshi ko'raman. Bu yerda yo'q odam to'g'risida gapirmayman. Misol uchun mana shu atrofimizda yo'qmi shu odam, yuzma-yuz turmayaptimi? Bo'ldi, gapirmayman, u haqida gapirmayman. Har bir inson "Assalomu alaykum, yaxshimisiz?" deb qo'yish kerak. Bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas boshqa. "Assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzsiz?" Rahmat. Bo'ldi. Shunaqa san'atkor, bizdan katta san'atkor opalarimizni ko'rganman. Har taraflama, karyera taraflama ham yaxshi natijaga erishgan. Finansiy sharoit taraflama ham yaxshiladi. Qayerdadir ko'rishib qolsa, "Assalomu alaykum, ukajonim, yaxshimisiz? Charchaysizmi?" "Sog' bo'ling, sog' bo'ling." Bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas hech qaysi odamdan. Hech qaysi bir odamdan bundan oshiq narsa shart emas. Hech bo'lmasa odam endi bir xilgina aytadi-yu, kimdir o'zi asl haqiqat boylikka qarab yoki mansabga qarab, kimdadir yo'qdir o'sha narsa. Lekin hech bo'lmasa odamiylik bo'lishi shart. Odamda boylik bo'lishi shart emas, mansab bo'lishi shart, lekin odamiylik bo'lishi shart. Agar u katta bo'lib, "Assalomu alaykum" degan gapni o'rganmagan bo'lsa, u qanaqa odam? Masalan, shunda ham siz uni hurmat qilib yashay olmaysiz, to'g'rimi? Bo'ldi. "Assalomu alaykum, yaxshimisiz?" Bo'ldi, boshqa anaqasi yo'q. Lekin hozir shunaqa odamlarim bor, o'sha gap ham kerak emas-da menga ulardan. Salomi ham, yuziga ham qaragim kelmaydi. Salom, o'tda uzoqroqdan ko'rsam ham u yoqdan ketaman. Masalan, qanaqa bo'ladi? Mana odamda allergiya bo'ladi-ku, misol uchun. Xuddi o'sha to'g'ri ma'noda bir xil insonlarga allergiya bo'lib qolganman. O'zidan yoshi katta qizlarga uylangan bolalarni bilaman. Hayoti zo'r emas lekin. Men bilganlarimda, endi men bilmaganlarim bordir, balki ular yaxshi yashayotgandir. O'zidan yoshi katta ayollar bilan-da, o'sha qiz bilanmi farqi yo'q. O'zidan erkak kishidan o'zi kattaroq bo'lsa, baribir farqi bo'ladi munosabatlarda. Endi bilmayman, balki zo'r yashab ketganlar bordir, men taniganlar yaxshi yashay olmayapti-da. O'zidan katta qizga uylanib, ahamiyati bor menimcha. Men atrofimni ko'rib aytayapman, balki bo'lishi mumkindir kimlardir yaxshi yashayotgan. Men ularni tanimayman-da. Men taniganlarim yaxshi yashay olmayapti.
juda ham muhim. Birinchi o'rinda nima bo'lishi kerak? U men uylanadigan qizni oilasida erkak kishi hukmron bo'lishi kerak. Birinchi o'rinda. Agar u uyda ayol kishi hukmron bo'lsa, u uyda katta bo'lgan farzanddan yaxshilik chiqmaydi-da. Dogovor qilsangiz qanaqadir ishda, xoh o'g'il bola bo'lsin, xoh qiz bola bo'lsin, orqaga qaytish, lavzdan qaytish, muttahamlik, yomon illatlar ko'p bo'ladi-da. Mana misol uchun xalq tilida aytganda dama ko'zir oiladan qiz olsangiz, u qiz shuni ko'rib katta bo'lgan-ku, qariydi otajim ona gapiradi, qariydi otajim ona gapiradi. U qiz shuni ko'rib katta bo'lganmi, sizga erga teggandan keyin ham u shu narsaga intilaveradi borgan sari. Siz erkak kishi bo'lib turib unga qanaqadir ish etsangiz, bo'ysunmaslikka harakat qiladi. Nimaga ekan? Mana shunaqa savollar bo'ladi. Dama ko'zirligiga o'rganmagan erkak kishi, deylik, oilasida faqat ota hukmron bo'lgan erkak kishi u narsaga hayotda ko'nmaydi va uni oxiri ajrashish bilan tugaydi. Turmush o'rtoq men uchun bir umr yashaydigan, hech qachon ajralmaslik kerak ekanligini men xohlayman. Keling, men bunaqa javob bering. Men uylansam, shunaqa yashamoqchimanki, bir umr u bilan birga bo'laman. Bir umr. Hech qachon xiyonat qilmayman. Qayergadir borsam ham birga boraman. Misol uchun, tennis o'ynamoqchimanmi? U bilan birga o'ynayman. Tushunasizmi? Qaysi kinoni ko'rmoqchimanmi? U bilan birga ko'raman o'sha kinoni. Dam olishga ketyapmanmi? U bilan birga borib kelaman. Lekin albatta ahamiyat beraman. U qiz oilasida ota hukmronligini ko'rib katta bo'lgan bo'lishi shart. Onam uchun kelin kelish kerak. Men uchun turmush o'rtoq kelish kerak. Chunki onam yaxshi ko'radilar-da, mana uyda kelin bo'lsa, kelin shu chiroyli kiyimlarni kiyib yursa, yaxshi ko'radilar shuni. Keyin mana hozir esizdami? Kelin tarafdan anaqa qilishardi-yu, kelinlarni mebel nimada olib boradi-ku. Men uylansam, o'zi o'sha kiyimini kiyib kelsa bo'ldi. Qolgan hamma narsa qilingan. Kelin tarafdan hech narsa men olmayman. Ular beraman desa ham men olmayman. Xudoga shukr, hamma narsani joy-joyiga qo'yib bo'ldik. O'zimga qolsa kichkina. Chunki ma'nosizda u pulni yo'q qolish. Ma'nosi yo'q uni. Qora dengizda Samarqandni qurib to'y qilgan insonlarni bilamiz. Kim eslayapti o'sha to'yni? Hech kim eslamaydi. Sizni pulingiz ketgani qoladi, bo'ldi. Men ma'nosiz narsalarga vaqtimni ham ajratgim kelmaydi, pulimni ham ketkazgim kelmaydi, to'g'risini aytsam. Lekin baribir ota-onamning orzularini ro'yobga chiqarish uchun yashayotgan odamman-da o'zi. Misol uchun men shunaqaman. Agar onam yo'q, o'g'lim, o'sha yaxshi to'yxonani gaplashgan, mana shunaqa bo'lsin desalar, pожалуйста, qilamiz bu narsani. Qiz tanlashda adashmasam, xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Mana masalan, kelin savol beradi, Shahzodaga men oqmi, qorami yoki men sariqmi, yashilmi? Bu yashilsa, bo'pti. Desa, u haqiqatdan ham yashil. Men majoziy ma'noda aytaman, haqiqatdan ham yashil. Bo'ldi. Nimaga sariq emasmi? Desa, kelishish qiyinroq bo'ladi-da. Savol berdingiz, javob berdingiz. U savol berdi, siz javob berdingiz. O'sha javobga yana savol bersa, tushundingizmi, majoziy ma'noda. Kelishish qiyin bu yog'iga. Turmush o'rtog'ingiz ham bittada tushunadigan bo'lish kerak-da. Nari borsa ikkitada. O'tib ketganda 3 tada. Tushundingizmi? Bitta oila bo'lib ketish uchun 5 yil vaqt kerak degan gapni eshitganmisiz? Kamida 5 yil kerak. Men tanigan oilalar bor, 5 yilda ham kelin o'zini anaqa qila olmaydi-da, o'rgana olmagan o'sha kelin bo'lib tushgan joyini, turmush o'rtog'ini o'rgana olmagan. Zo'r, hamma kim bilan rol o'ynagan bo'lsam, hamma aktrisani yaxshi ko'rarlar. Kim bilan ishlayotgan bo'lsam, hammani mana shu televizorda ko'rib qolsalar yoki internetda ko'rib qolsalar, ajoyib-a shu qiz. Zo'r qizi, faqat shunaqa gap aytadilar-da. Keyin men ichimda aytaman,
orasida bitta ikkitalar borku, ona siz bilmaysiz deb ichimda aytib qo'yaman, lekin ustimni hech aytmayman, fikrlarni o'zgartirmayman. Yaxshi, zo'r qiz ona deyman, o'tib ketamiz. Ayol kishi bilan ishlash oson yo'q, lekin ayol kishilar bilan ishlash juda qiyin. Endi aktyorlar xoliydimi yo'qmi, har doim ayol kishi bilan birga ishlaydi. Har doim. Va u oson kechmaydi ko'p joyda. Uni tushunchasi, mana misol uchun men qatta nima harakat qilyapman, qatta terlab mehnat qilyapman, hammasi onam uchun. Masalan, men yashab ko'rganman, balki sizga hozir mana siz ko'zingizdan menga qaraganda to'qiyaptimi, aldayaptimi, intervyu uchun o'zicha gapiradi deb o'ylashingiz mumkin. Lekin men yashab ko'rganman, ishonasizmi? Bitta tarvuz bilan hamchi kuningiz ulanib ketaveradi-da. Demoqchimanki, non bilan shakar choy bilan ham kunga ulanib ketaveradi-da. Men misol uchun yasha olaman. Demoqchimanki, nima oshiqcha harakat qilyapman, qat'iy harakat qilyapman, hammasini tegida onamni, otamni orzularini amalga oshirish oliy maqsadi yotibdi menda. Qattiq nima harakat qilsam ham, deyliga men masalan sportda qaysi natijaga erishmoqchi bo'laman, san'atda qaysi natijaga erishmoqchi bo'laman, uni orqasidan mablag' ishlayapman yoki nimadir qilaman. Erishayotganlarimni ko'rib ota-onam faxrlanadi. Misol uchun, u yoqdan kelayotgan daromadga orzularini amalga oshiraman. Tushunasizmi? Ikkala hammasi nima qilsam ham onam uchun, otam uchun. Endi buni o'zlari aytish kerak-da. Men yaxshi o'g'ilmanmi yoki yomonmi? Uni ham onam o'zlari aytish kerak. Otam o'zlari aytish kerak. Hozir eng yomon ko'rgan narsam odam o'ziga o'zi baho berib o'tiradi-yu. Men zo'rman, men yoraman. U xato-ku, ahmoqlik-ku, odam o'zini o'zi maqtab o'tirishi. Hamma mana masalan men shu paytgacha ko'rdim, hamma o'zini zo'rman deyurar ekan-da. Xoh u san'atkor bo'lsin, xoh sportchi bo'lsin, boshqa bo'lsin. Hatto shunaqa narsalarni guvohi bo'lganman. Mavzudan sal chetroq ozgina gap ulanib ketdi-yu. Shunaqa narsalarni ko'rganman. Ringda ikkita sportchi-da. Bittasi o'rtog'im. Doim ular jillashib yurgan. Bir kun o'zi men kuchliman sanda, men kuchliman, para ishlab yurishganda. Para degani bu sport zalda mashg'ulot jarayonida bir-biri bilan trenirovkasida, rostiga ham jang emas u. Bir kun bu urib qo'yadi, boshqa bo'ladi. Keyin bo'ldi, ring hal qiladi, musobaqada ham birga tushib qolishdi-da. Ana o'rtog'im urib qo'ydi. Yutib qo'ydi-da. Ana yutqizgan bola nechesini deyapti. Uxlab qoldi bo'lmasam, kalt ochkoga emas, knockdown bo'ldi, keyin knockout bo'ldi. O'shandan keyin ham tamomlayapti-da, yutqizganni tushunasizmi? O'shaning uchun demoqchimanki, hech kim bu dunyoda desam xato bo'lar-u, men uchratgan odamlarimni ichida men hali ishlashim kerak. Gap yo'q, bu mendan o'tib ketdi. Masalan, sportda ham tamomlayapti-yu. Shunaqa odamlarni deyarli uchratmadim. Hamma zo'rman deyurar ekan-da. Lekin o'sha aytasiz-ku, qanaqa orzularni amalga oshirasiz. O'shani ota-onamdan bir ko'rishib qolsangiz, so'rasangiz aytib berishadi uni. Shunda ma'lum bo'ladi-da. Bu savolga birinchi shu iborani aytib, keyin javob bergan bo'lardim. Ayol kishi olimlar tarafidan va shu paytgacha hech kim tarafidan o'rganilmagan mavjudot. Inson. Ayol kishi. Ayol kishi o'zi nima xohlayotganini o'zi bilmaydi. Men aniq bilaman bu narsani. Shirin gapiring desa shirin gapirsiz, yoqmay qoladi qanaqadir. So'kish eshitgisi kelib qoladi. Bo'rilab so'ksangiz nimaga shirin gapirmaysiz? Ayol kishi nima xohlashini o'zi bilmaydi, bu aniq fakt. Va ozginacha aktyorlik qilish kerak ona bilan kelinni o'rtasida. Mana masalan deylik, ovqat suzib keldi. Ovqat yaxshi. Lekin siz aytasiz-da, hali ham ovqat qilishni o'rganmagansan-a. Hali ham tuzi past, sal anaqaroq desa, ona kelinni yoniga olishni boshlaydi. O'g'lim nimasi yomon, urishurmasang-chi, yaxshi-ku. Kelinga ko'zingizni siqib qo'yasiz. Masalan-da, shunaqa bo'ladi, ular yaqinlashib ketaveradi.
kelin bilan ona yaqinlashib ketaveradi, tushunasizmi? Agar maqtab qo'ysangiz, teskarisi ishlaydi bu narsani. Shuning uchun aktyor rejimini yoqmasangiz, kelin bilan oyingiz oldida juda qiyin. Oxiri ajrim, xudo asrasin, shu nima bilandir tugaydi deb o'ylayman. Ajoyib, men uylanmaganman-da, lekin qanaqadir bir nimalarni bilib qo'yapman. Endi men yoshligimdan ham naqaman, 15-16 yoshimdan o'zimdan 8 yosh, 10 yosh katta akalarim oldida o'tirardim-da. Ular yaxshi biznes qilardi, boshqa qilardi. Men o'tirardim, aka, men buni nima qilishim kerak hozirgi vaziyatimda, pulim hozir yo'q. Eshitib o'tirardim-da, sen hozirchi taka yurib turgin, bir kun vaqting keladi, ulardan nima bo'lsa o'sha maslahatni eshitib yurardim-da. Shunaqa bo'lib katta bo'lmadim. Misol uchun ular allaqachon oila qurgan, bolali bo'lgan, qayerdadir o'tirib qolsak ham, "Ukam, sen uylansang boru" deb boshlab qolishadi-da. Balki o'shalardan yig'ilgandir. Lekin bilaman deb o'ylayman, xato bo'lib chiqmasin bilganlarim. Do'stlar ko'p, yaqinlarim ko'p, ko'z tegmasin. Har sohada sportchi o'rtoqlarim boshqa dunyo. Yoshlikdan sportdamiz. Sportchi do'stlarim ko'p, tanishlarim ko'p. Ularni zalga borsam, bular boshqa dunyoda. Boshqacha. Mahallada katta bo'lgan do'stlarim boshqa dunyo. Aktyor tanishlarimiz boshqa dunyo. Hammasi o'zgacha, o'ziga yarasha ular bilan har bitta davrada o'tirish gashti bor. Hayotimda bo'lgan vaziyatlar bu ularni qanchalik chin do'stligini oqlab bergan. O'zini joyiga kelganda ko'pchilik men yordam so'ramasam ham menga taklif bildirib, "O'rtoq, sen hozir men vaziyatda ekansan, menda mana bunaqa narsa bor. Men bunaqa qila olayman. Nima deysan, o'rtoq? Xohlasang qilib beraman, yo'q desang aralashmayman." Juda ko'pi o'zini sohasida oqlagan va men ham ularni menga qanaqadir ish tushsa hech qachon yo'q demayman. Bundan keyin ham shunaqa bo'ladi, nasib qilsa. Ko'z tegib qolmasin shu oqibatimizga. Shunaqa do'stlar bor. Akamni oldida erkin his qila olmayman. Otamni ham oldida erkin his qila olmayman. Onamni oldida erkin his qilaman va mahallada yoshligimizdan katta bo'lgan sportchi do'stlarim va o'sha mahalladagi o'rtoqlarimni oldida juda ham erkinman. Juda erkinman. Lekin mana akam bilan ham maslahatimiz, ham fikrimiz boshqamiz, akam oldida erkin emasman. Erkin o'tira olmayman. Odam oldida umuman telefon qilsalar ham tilim aylanmay qoladi. Ko'pincha mana shunaqa "Assalomu alaykum, yaxshimisiz?" mana shunaqa bo'lib qolaman-da. Odam telefon qilsa. Bilmayman nima shunaqa. Barakani sirini aniq ayta olmayman. Aniq. Ota-onani duosida. Bitta life hackda. Bilmaganligi, bilganlarga eslatma. Bilmaganlar bilib oladi. Ish yurishmayaptimi kimnadir? Shunda ota-onani xizmatiga o'tinglar. O'zi har doim bu baraka o'zi umuman sira deganingiz uchun aytayapman-da. O'zi hayotiy farzimiz u bizning. Qancha ota-onaga e'tibor ko'p beringlar-da, mana shu e'tibor qaraturinglar, baraka bor-ku. Eplolmay qolasiz kelsa, tushunmay qolasiz nima bo'layotganini, qayerdan men bu sohada hech narsani bilmasam, nimaga bu sohada menga pul kelyapti? O'sha pul nimaga ko'pga yetyapti? Anchaga yetyapti. O'zingiz tushunmay qolasiz. Barakani siri ota-onaga yaxshi e'tibor berish, yaxshi gapirish, kayfiyatini ko'tarish, qo'ldan kelsa, qaysi mashinani xohlasa olib berishsin, qaysi kiyim xohlasa, qaysidir chetga olib borish kerak bo'lsa, qo'ldan kelsa demoqchiman-da. Olib borishsin. Barakani siri aynan shu yerda. Keyin haromga yaqinlashish kerak emas. Ishoning. U xoh ish bo'lsin, xoh begona ayollar bo'lsin. Ikkalasi ham munosabatga kirish kerak emas-da. Munosabatga yoki bo'lmasam, deylik, mumkin emas bo'lgan narsalarni ham hozir reklama qilib pul ishlashyapti-yu, pul yo'qmaydi. 5 yil oldin O'zbekistonda bitta kompaniyani anaqasi ochildi-da, dilerligimi nima, filialimi ochildi O'zbekistonda. O'sha paytdan beri taklif bor demak, o'sha kompaniyadan reklamaga. Katta pul taklif qilishadi. Bitta donasiga, bitta dona storiesim uchun. Yo'q deyman.
o'sha payt olganlarga aytardim-da, aka, yaxshi bo'lmaydi. Ishonavering, dedim. Oradan vaqt o'tdi. Men aytganim uchun emas, u qonun u. Uni men o'ylab topmaganman, u yaxshi bo'lmaydi degan narsani. Yaxshi bo'lmadi-da ularda. Keyin shu gap kelib, esingdanmi shunaqa degding? Men o'sha payt yaxshi pul ishlolman deb o'ylab qor urgan ekanman. deb aytganlar-da. O'shaning uchun xoh u begona ayolmi, qayerda nima harom, uzoq yurish kerak. Ishoning. Hammasi zo'r bo'lib ketadi. O'zi unaqa qiyin emas anu. Barakani kaliti, omadni kaliti bor-ku. Rost aytaman, qiyin emas. Rost egasim. Mana siz menga hozir deylik, men qaysi darajadaman men bilmayman o'zim. Buni xalq biladi qaysi darajada. Mana mana shu yerda o'tiribman. Qanaqa shu yergacha keldingiz, men o'zim aytib bera olmayman. O'z-o'zidan bo'lib ketgan. Shunaqa. Barakani siri birinchi o'rinda ota-onaga kuchli e'tibor, ikkinchisi loyiga aytganim. Onam har doim aytadilar-da, men bu xushchaqchaq bo'lsa-da kelinim deydilar. Xushchaqchaq bo'lsa, hamma narsani og'ir olmasa deb aytadilar-da, har doim shunaqa kelinim bo'lsa deb aytadilar har doim. Xushchaqchaq qizlarni yaxshi ko'radilar. Birinchi bo'lib shuni aytib bergan bo'lardim menimcha. Mana shunaqa qizlarni yaxshi ko'radilar onam. Onam hayotimdagi hamma burilishlarimda hammasida onam turganda. Hozirgacha ham turishga harakat qiladilar. Hozir hojati yo'q ona deyman. Rahmat. Yana hali ham so'raysiz. Men bunaqa narsa kerak emasmi? Men menga mablag' kerak emasmi? Men bunaqa qilmaysanmi? Men bunaqa olgan, men buni ol. Hozir hojati yo'q-da. Chunki Allohga shukr, shu oyoqqa turdik, boshqa qildik. Hozir uni o'zingiz olib qo'yavering ona. Men endi sizga qilaman deyman-da. Shuni har bitta burilishida onam bor-da. Esla olaman, mana shu sport kiyim kerak ona desam ham berardilar-da, anjomlarga mana shu perchatka, mutalagi berardilar. Har bittasida shu voqeani aytib berishim mumkin. Bu hamma narsa degani-da, oka, shu yoshimgacha. Har xil burilish bo'ladi-ku baribir hayotingizda. O'sha paddeshga kerak bo'lib qolgan payt shuni onam suyab qo'yardilar-da. Yiqilib qolmaganman o'shaning uchun. Menga eslatma bo'lardi-da bu narsa. Mana masalan, yaqinda ham bo'ldi. Men 6 yil oldin bitta klipda o'ynab, sovuqda mana mashtim shamollatganman-da. Mana mashtim mash boshim mashti bor-ku, birga og'riydi. Ko'zimni ocha olmay qolaman-da. Juda og'riq, shunaqa qattiq bo'ladi, juda qattiq bo'ladi. Masalan, qarang, oldimga onam o'sha ovqatlarni, har xil noz-ne'matlar qo'yadilar-da. Shonasi men yeya olmayman o'sha narsani. Chunki og'riq juda kuchli. Hissa nima? Ko'zingizni ochdingizmi? Boshpanangiz yeyishga bir-birda bo'lsa ham noningiz bormi? Siz hech qatingizda og'riq yo'qmi? Siz kulishingiz uchun, sakrab kulishingiz uchun o'sha mana uyg'onganingiz o'zi, hech qatingiz og'rimay, sog'lom bo'lib uyg'onganingiz o'zi yetib ortadi. Ishoning, bundan oshiq sabab yo'q. Men shunaqa odamlarni bilaman-da, boyligi o'ziga maza bermaydi. Mana bir xiligi odamlar bor, oldiga go'sht qo'yasiz, go'sht yeyolmay, oshqozoni kasal bo'lib qolgan. Lekin tonnalab go'sht olishga puli bor, tushunasizmi? Gap o'shanda, sog'lik bo'lmasa, hamma narsa sariq chaqa, ishonavering. Mana mana shu o'tirishingiz, prosta mashina gaplashib o'tirishimizdan o'zi kulishimiz uchun, bayram qilishimiz uchun yetarli sabab. Men so'z beraman, so'z berib aytaman shu gapimni. Sog'lik bormi? Boshpanangiz bormi? Bo'ldi. Mana masalan, men akam bor, aman akasi baribir tergab turadi, gap talashib turadi, to'g'rimi? Bir kun akam mazasi qochib qoldi, telefon qilishyapti, banitsada-da. Boronmi? Bunda yotibdi-da, keyin qalaysan desam, ko'zi bilan qarab, yaxshi, o'zing qalaysan deyapti-da. O'sha yerda nima keldi? Meni ursa ham, so'ksa ham, tergasa ham sog' bo'lsa bo'ldi ekan o'zi dedim-da, tushunasizmi? Sog' bo'lsa bo'ldi ekan. Dedim, o'sha narsalar menga dars berib bo'lganda, akangizmi, adangizmi, oyingizmi sizga baqiradimi, nohaq urishadimi, boshqami? Bitta qarang, ular sog'mi? Boshqa hech narsaga ahamiyat bermang. Men va'da berib, so'z berib bu gapimni haqligini bemalol ayta olaman-da. Urishadimi, boshqa qilishadimi? Ularni shunchaki sog' yurganini o'zi, o'shani o'zi bizga yetish kerak, tushunasizmi? Mana. 1 2 3
men o'ylayman yaxshi ko'rishini bildirib qo'ysa ham bor, xavfli narsa-da-ku. Ayol kishi agar sezib qolsa yaxshi ko'rishingizni o'zgaradi. Ayol kishi o'zgarib ketib qoladi-da. Ayol kishidan u narsa turishi kerak. Yomon ko'rib qolmasmikin, o'zi qanchalik yaxshi ko'rar ekan degan savol mana shu o'ynab turish kerak o'zi. O'shani bilish kerak emas menimcha. Keyin men o'ylayman, oila qurdimi erkak kishi, ayolimi, turmush o'rtog'imi sirini aytmasin. Aytmay qo'yursin. Men erkak kishining o'zining sirlari bo'ladi, ishi bo'ladi, qanaqadir. O'shani aytmay qo'yurish kerak. Bilish shart emas ayol kishining u narsani. Erkak kishiga va oilasiga juda katta minus bu. Kelajak o'sha oila yaxshi yashab ketishi uchun boshqa uchun ham. Faqat lekin uni bildirish kerak emas-da. Men bu narsani sen bilmaganing ma'qul deyish kerak emas-da. Shunaqa qod qilish kerakki, sir aslida yo'q deb bo'lish kerak. Tushunasizmi? Siz bekitayotgan narsani hech narsani bekitmayapti deb o'ylash kerak-da. Baribir bilish kerak emas bo'lgan narsalar ko'p. Har doim miyamda bo'lgan, lekin bu savolni endi mashhur suvda eshityapman bu savolni. Odamga o'xshashga harakat qilganman har doim. Men bekitib kelganman ma'lum bir vaqtgacha, keyin odamlar bilgandan keyin ha deb o'zim ochiq aytganman. Odam ham san'atkorlar-da. Lekin o'sha boshida bekitganman bu narsani. Aytmaganman hech kimga. Odamni ko'rganman shu san'atlarni ham, qolgan narsalarni ham yaxshi eplaganlar-da. Men ko'zimni oldida mana yoshligimdachi Adammichi men mana bunaqa deb o'yladim. Qirol Sher multfilmi bor-ku. Adam o'sha Qirol Sherdagi sher kichkina Simba men deb o'ylardim yoshligimda. Bilmayman nima unaqa o'ylardim. Men Adam men uchun geroylar-da. Hozirgacha ham. Yoshlikda qaysidir payt urushgan bo'lsalar, men o'sha hozir ham mana bunaqa. Mana Adam uyda yo'q bo'lsalar bor, uy xuvlab mana shunaqa bo'lib qoladi-da. Birinchi kasb tanlashda aniq qilish kerak-da, qiz bola adashmasligi kerak. O'g'il bola ham, lekin qiz bola ko'proq adashmasligi kerak-da. Ko'p vaziyatlarda kasbi ham qiz bolaga yomon zarar berishi mumkin-da, salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin kasbi. Ayol kishi ham bunaqa-da. Siz oldingizda o'tiribdimi? Siz aql o'rgatyapsizmi? To'g'ri deydi. Ha, to'g'ri aytyapsiz deydi. Kelgandagi 4 bekorchi o'rtog'ini oldiga boradi-da. Ularni gapini eshitadi, ahmoqona gap gapiradi ular. O'shalarga aylanib qoladi, tushunasizmi? Ularni nenasini oladi, uni fikrini oladi-da, shunaqa qiz bo'lib qoladi. Keyin siz oldingizga kelib, sizni aqlingizni olib yaxshi bo'lib qoladi. Yana o'sha dugonalarning ahmoqona fikrini eshitib, yana shunaqa bo'lib qoladi. Ularga tortib ketib qoladi. Tushundingizmi? Ayol kishiga gapirib turish kerak va o'ylaymanki, o'sha ishxonasidagi hamkasblari yaxshi odamlar bo'lishi kerak-da. U uchun u kasb yaxshi bo'lishi kerak. G'iybatchi kasb bo'lishi kerak emas. Erkak kishi qo'l ko'tarishi noto'g'ri. To'g'rimi? Nimaga? Chunki ayol kishi ojiza, nozik, to'g'rimi? Unga himoya kerak. U nimasi bilan o'sha nozik, nimasi bilan ojiza, nimasi bilan u himoya qilishingizga arziydi, tushunasizmi? Tasavvur qiling, u bo'rilatib so'ksa ayol kishi. Endi masalan, men hozir buni bekitib, televideniyaga moslab, kameraga moslab bu mavzuni aytolmayman, bu mavzuni ochib aytishim kerak. Chunki hayot to'la. Shuni ko'chaga chiqing, uzoqqa boring, mana shu o'zida ham topasiz-da, buni ko'chaga chiqqaningizda. Erkak kishi bilan baravar. Erkak kishidan ham ko'p gapiradi, ko'p haqorat qiladi. Erkak kishini o'ylayapsizmi? Erkak kishilar har doim hech qachon ayol kishiga qo'pollik qilgisi kelmaydi erkak kishini. Ehtiyot qilgisi keladi. Erkak kishi ayol kishini ehtiyot qilgisi keladi, avaylab, asrab, gard yuqtirmay, shu qalqon bo'lishni xohlaydi-da, erkak kishi ayol kishini himoya qilishni xohlaydi. Endi o'ylang, ko'chada ozgina, misol uchun, mashinada ozgina to'qnashuv bo'lishi mumkin yoki noto'g'ri yurib qo'yishi mumkin. Ko'p guvohi bo'laman-da. Ayol kishi erkak kishini so'kib ketadi. Shunaqa so'kadi, endi u gap quroqda turmaydi, tushunasizmi? Tushadi, yaxshi qiz men bundan kelyotdim deydi. U yana bir nimalar so'kadi. Xo'p, mana shu situatsiyani siz baqirmasdan, haqorat qilmasdan gaplasha olasizmi?
desa man o'zim ko'rganman nechtasini. Bo'rillatib so'kadi. Bo'rilar to'xta deydi erkak kishi, yana so'kadi. To'xta, oshirib yuborsan. To'lyapti sabr kosam deydi. Anu ayol kishi yana so'kadi. Ayol kishi so'kishi mumkinmi? Erkak kishi urishi mumkin emas. Ayol kishi so'kishi mumkinmi? Urishi ham, so'kishi ham mumkin emas bir-birini. Lekin ko'p ayollarning o'zi ham tamaga yaqin bitta bloger ham aytib chiqdi shu narsani. Valalalala qonman deydi. Erkak kishi tushuntiradi. To'g'ri-chi, unaqa emas, bunaqa desa yana lalalala qiladi, yana oxirida nima qiladi? Tars etib soladi. Menda ham shunaqa bo'lgan deb aytdi, debdi bloger yaqinda. O'zi aytib chiqdi, o'zini o'zi aytib chiqdi shunaqa. Shu aytibdi-da, o'sha erkak kishi to'g'ri tushuntiradi. To'xta. Endi masalan qarang-da, qo'ldan kelgancha mana aytyapsiz birinchi, iltimos to'xtang. Yana bosim botdi. Ikkinchi marta aytdi, to'xtang deyapsiz, sal ko'taryapsiz, to'g'rimi? To'xtadi deysiz, sansiradingiz. Tushunasizmi? U to'xtamayapti. To'xtatishi yo'li bormi o'zi? Shirin gapirdingiz, iltimos qildingiz. Yalindingiz birpas, to'xtang, iltimos, hozir chuqurlashib ketishimiz mumkin. Meni haqorat qilmang deysiz. Masalan-da, qanaqa yo'l bor ayol kishini to'xtatish? Turmushga chiqmayotgan qizlar shirin so'z bo'lsin, ko'ngil tozalasin, ichi oq bo'lsin. Mana masalan men bitta do'stimni hayotida ko'rganman, ayolini ko'proq aylantirishga olib chiqadi. Bir kun onasini olib chiqib qo'ysa, uyda janjal bo'lar ekan. Esida yo'q, 7 kun aylanib kelgan, esida yo'q, bir kun do'stim onasini aylantirib kelsa, janjal bo'lar ekan. Uyda nimaga men chiqmayman boshqa. Masalan, u aytar ekan, shuncha kun aylanib keldik, bir kun oyimni aylantirib kelganim senga yoqmayaptimi? Derganda shu narsalarga ko'ngil uchun ko'ngil toza bo'lish kerak. Baribir ko'ngil tozaligiga ko'p narsa bog'liq. Shirin so'z bo'lsin, muloyim bo'lsin. Erkak kishiga menimcha boshqa narsa kerak emas. Birinchi turmushchi buzildimi, hammada hafsala qolmaydi ikkinchi turmushga deb o'ylayman. Men shunaqa deb o'ylayman. Hafsala qolmaydi odamda. Mana birinchi turmush ana ishtiyoq bilan bo'tdi. Boshqacha havas bilan bo'lib oila qurdi, lekin bu hayot davom etishi kerak. Yo'lda davom etishi shart-da har bir inson. Ikkinchi turmushga ishonmaydigan ayollarga maslahat berardim, hayotda davom etishinglar kerak. Hayot xursandchiliklarga to'la va shunaqa ayollar bor, ikkinchi turmushi bilan birinchi turmushiga qaraganda baxtli yashayotganlar bor. Baxtli bo'lib ketishi mumkin. Baribir yolg'iz yashab bo'lmaydi. Yolg'izlik ayolga ham, erkakga ham yaxshi narsa olib kelmaydi hech qachon. Shuning uchun tanlaylar yaxshisini, ayollar tanlasin-da. Ikkinchi turmush qilgani yaxshi deb o'ylayman, chunki hayot davom etadi baribir. Hayotiy maslahat bizdan kattalarga ular bilishadi, baribir bizdan hayotni ko'rib bo'lishdi. Ularga eslatma, bilmaydiganlarga bildirib qo'yamiz. Birinchi o'rinda, bundan birinchi o'rinda daraja yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ko'ngilni shunchaki toza qilinglar. Ko'ngil toza bo'lsa, yashash juda oson. Juda ham oson. Qarang, hamma narsa bir-biriga bog'liq ekanda, kayfiyatingiz bo'lmaydi-yu, kayfiyat nimadan bo'lmaydi? Ko'pincha mana shu ko'ngil toza emas bo'lsa, oddiy misolda qarang. Yaxshi o'tiribsiz, o'rtog'ingiz yaxshi qanaqadir natijaga erishdi, sizga yoqmayapti. Kayfiyat buzildi. Kayfiyat bo'lmasa jigarga zarar. Jigar yaxshilamagandan keyin soch oqarib ketadi. Tushunasizmi? Ichi qora odam yoki bo'lmasam qarang, kechira olmaydi. Kechira olmaslik anaqasi bor. Oshqozonga zarar. Kechira olmaydigan odam oshqozonni kasal qilib qo'yadi. Bu katta. Mana masalan, ko'ngli toza emas bo'lsa, har bir narsadan stress olaveradimi? Sahr nimadan kelib chiqadi? Sahr stressdan kelib chiqadi. Ko'p siqilgandan keyin sahr tuzalmas kasalda. Har taraflama ichi qora bo'lishi to'sadi. Ishini ham, boshqasini ham, ota-onasini bilan munosabati ham. Shunaqa odamlar bor, ukasi nimadirga erishsa, akasini hasad keladi. Akasi nimagadir erishsa, ukasini hasad keladi. Tushunasizmi? Bo'lmasam ular bir-birini yutug'idan xursand bo'lish kerak. Ular bitta qornidan tushganda, aka-uka jigar. Tushunasizmi? Xursand bo'lish kerak aslida. Chunki nimaga xursand bo'la olmayapti? Bu yoqda ozgina kirlik bor. Birinchi o'rinda ko'ngil tozaligini men hammaga tavsiya bergan bo'lardim. Ko'ngil tozaligi bo'ldi. Hayot go'zal, chiroyli, juda sarguzashtlarga boy. Ishonaman va o'zimni hayotim shunaqa.